bugungi mavzumiz bo'yicha ma'lumot aytasiz va sizga baho beradi. Xo'sh, ana endi kim ko'p dona olgan bo'lsa shu yutadi. Kim kam olgan bo'lsa endi bitta savol sizga biroz kamroq baho beradi. Xo'sh, kimdan boshlayman? Boshlaylik. Nechta? Ikkita. Eshitamiz. 80% olti Qoraquloq cho'ldan boshlangan. Keyin 1999 kuni 20 asrda eng falokatli hisoblangan. Xo'sh. Qarang, ikkita gugurtni olgan, bal qo'ying. Shundan agar bitta olgan bo'lsangiz bal qo'ymaymiz. To'g'ri chaplashamiz. Avaza nomli yirik turistik maskan tashkil etiladi. Xo'sh, ketdik. Missiylar viloyatlar respublika ega bo'lgan. Xo'sh, yana ketdik. Prezident respublikasi Ashxobod uni shu vaqtda Ashxobod xo'sh. Xo'sh, ketdik Sevara, yo'q senda. Xo'sh. Tegishli, xo'sh. Ma'lumotlarni ilmiyligiga qaraymiz. Mineral moddalar bor. Bular Tabiiy gaz, neft va kimyoviy tuzlar bor. Kimyoviy tuzlar, yana mirabilit hamda mineral o'g'itlar. Xo'sh, ketdik. Turkmaniston Markaziy Osiyo janub g'arbida. Xo'sh, kimisi? Turkmaniston neft va gazga boy. Yashil. Xo'sh, mashqlar. Aholisining o'zbeklar qismi 10% tashkil etadi va o'zbeklar tashabbus va Dehqon shaharlarida asosiy istiqomat qiladi. asosiy istiqomat qiladi. 1948-yilda 9-oktyabrda zilzila bo'ldi. Ma'lumotga qabul qilamiz. Aytildi.